Hurmatli abituriyentlar, 7-sinf biologiya darsligi mavzularini o'rganishda davom etamiz. Bugun siz bilan 1-bob 3-mavzu bakteriyalar, protoktistlar, zamburug'lar mavzusi bilan tanishamiz. Bakteriyalar yer yuzining deyarli hamma joylarida uchraydi, jumladan ular suvda, tuproqda, havoda, o'simlik, hayvon, odam tanasida, oziq-ovqat mahsulotlarida, hattoki abadiy muzliklarda ham bakteriyalarni uchratish mumkin. Ochiq havoda bakteriyalar kamroq uchraydi. Odamlar gavjum bo'lgan joylarda bakteriyalar juda ham ko'p miqdorda uchrashligi mumkin. Bakteriyalar bir hujayrali organizmlar hisoblanadi. Ko'zga ko'rinmaydigan bir hujayrali organizmlarni biz mikroorganizmlar yoki mikroblar deb ataymiz. Mikrob so'zi yunonchadan tarjima qilinganda kichik degan ma'noni bildiradi. Mikroblarni mikroskop ostida birinchi bo'lib ko'rgan olim gollandiyalik olim Anton Leeuwenhoek hisoblanadi. Bakteriyalarning tuzilishiga ko'ra 3 xil turi bo'ladi. Ular koklar, sharsimon bakteriyalar, batsillalar, silindrsimon bakteriyalar, spirillalar va vibrionlar. Spirillalar spiralsimon bakteriyalar, vibrionlar esa virgulsimon bakteriyalar hisoblanadi. Biz organizmlarni oziqlanishiga ko'ra 2 turga ajratamiz: avtotrof organizmlar va heterotrof organizmlar. Avtotrof organizmlar anorganik moddalardan organik moddalarni hosil qiluvchi organizmlar hisoblanadi. Ularga bakteriyalardan sianobakteriyalar, ya'ni ko'k yashil suvutlarni misol qilib olishimiz mumkin. Heterotrof organizmlar esa tayyor organik moddalar bilan oziqlanuvchi organizmlar hisoblanadi. Ularga chirituvchi, achituvchi, tugunak bakteriyalar va parazit bakteriyalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Chirituvchi bakteriyalar yer yuzasidagi nobud bo'lgan organizmlar qoldiqlarini mineral moddalargacha parchalab beradigan bakteriyalar hisoblanadi. Ular tuproq hosil bo'lish jarayonida ham ishtirok etadi. Chirituvchi bakteriyalarning faoliyati tufayli mineral moddalar hosil bo'ladi va ular o'simliklar tomonidan o'zlashtiriladi. Achituvchi bakteriyalardan sut mahsulotlari tayyorlashda, jumladan qatiq, pishloq, yogurt tayyorlash jarayonida foydalaniladi. Burchoqdoshlar oilasiga mansub bo'lgan o'simliklarning ildizlarida havodagi erkin azotni to'plash xususiyatiga ega bo'lgan tugunak bakteriyalar yashaydi. Tugunak bakteriyalar azotli birikmalarni o'simliklarning mineral oziqlanish uchun zarur bo'lgan birikmalarni hosil qiladi. Parazit bakteriyalar esa odamlarda turli xil kasalliklarni, masalan, sil, terlama, bo'g'ma, vabo, o'lat va boshqa juda ko'p kasalliklarni keltirib chiqaradi. Parazit bakteriyalardan saqlanish uchun turli chora-tadbirlar qo'llaniladi. Protoktistalar dunyosiga bir hujayrali organizmlardan sodda hayvonlar tipiga mansub soxta oyoqlilar, xivchinlilar, infuzoriyalar, sporalilar misol bo'ladi. Ko'p hujayrali organizmlardan esa yashil suvutlar, qizil suvutlar, qo'ng'ir suvutlar ham protoktistalar dunyosiga mansub. Suvutlar bir hujayrali va ko'p hujayrali bo'ladi. Bir hujayrali yashil suvutlarga xlorella, xlamida, monada misol bo'ladi. Ko'p hujayrali yashil suvutlarga ulatrix, spiragira, cladofora, xara, ulva kabi suvutlarni misol qilib olsak bo'ladi. Ulardan tashqari qizil suvutlarga limalion, filofora, qo'ng'ir suvutlarga laminaria, fucus kabilarni misol qilib olishimiz mumkin. Quyidagi rasmda bir hujayrali yashil suvutlardan xlorella, xlamida, monada, ko'p hujayralilardan ulatrix va spiragira keltirilgan. Xlamida, monadada yorug'likni sezuvchi qizil ko'zchasi va xivchinlari bo'ladi. Shu xususiyati bilan xlorellaga nisbatan murakkabroq tuzilgan bo'ladi. Daryo va soylarda ko'p uchraydigan belbog'li ulatrix deb ataladigan ko'p hujayrali yashil suvut tosh va boshqa narsalarga rizoidlar yordamida birikib o'sadi. Uning tanasi ipsimon shaklda bo'ladi, hujayralari silindrsimon shaklda bo'lib joylashgan. Spiragira esa ulatrixga shoxlanmaganligi bilan o'xshab ketadi. Ularning
spirogiralarning xromatoforasi spiralsimon shaklda bo'ladi. Rizoidlar bo'lmaganligi uchun suvda qalqib yuradi. Dengizlarda uchraydigan qo'ng'ir suvot yapon laminariyasi dengiz karami ham deb ataladi. Unda turli xil darmondorlar, shakar va boshqa moddalar to'planadi. Laminariya, limalion, ulva kabi suvotlar ham iste'mol qilinadi. Suvotlarda fotosintez jarayoni borish natijasida suv havzasi kislorodga boyiydi. Suvotlar bundan tashqari suvda yashaydigan organizmlar uchun asosiy oziq manbai bo'lib xizmat qiladi. Soxta oyoqlilar sinfiga mansub oddiy amyoba ko'lmak suvlarda hayot kechirishga moslashgan, tanasi 0,2-0,5 mm shaffof bo'ladi. Soxta oyoqlar yordamida harakatlanadi. Soxta oyoqlar hosil bo'lib yo'qolib turadi. Oziqni fagositos usuli yordamida soxta oyoqlar bilan qamrab olib hazm qiladi. Dengizlarda yashaydigan ohak chig'anoqli foraminiferalar, kremniy qum skeletlilar ham shu sinfga mansub. Ularning qoldiqlaridan ohaktosh konlari hosil bo'ladi. Odam va sutemizuvchilarning tanasida ichburug' amyobasi yashaydi va qonli ichburug' kasalligini keltirib chiqaradi. Xivchilliklar sinfiga mansub bo'lgan yashil eglina hujayrasi qattiq qobiq bilan qoplanganligi uchun uning tanasi duksimon shaklda bo'ladi. U xichinlar yordamida harakatlanadi. Qizil rangli ko'zchasi uning yorug'lik tomonga harakatlanishiga yordam beradi va yorug'likda fotosintez qilish xususiyatiga ega. Yorug'lik yetishmagan vaqtda tayyor organik moddalar bilan oziqlanadi. Uning oziqlanish usulining ikkinchi turi saprofit oziqlanish hisoblanadi. Trypanosoma leishmania esa odamlarda parazitlik qiladi. Trypanosoma Afrika xalqlarining qon zardobida yashab, uyqu kasalligini keltirib chiqaradi. Leishmania esa janubiy viloyatlarda odamlarda uzoq vaqt tuzalmaydigan yara kasalligini keltirib chiqaradi. Infuzoriya tufelkasi chuchuk suv havzalarida uchraydi. Tana shakli poyafzalning ostki qismiga o'xshaydi. Tanasi tashqi tomondan kiprikchalar bilan qoplangan. U kiprikchalarning tebranishi tufayli to'mtoq uchi yordamida oldinga qarab harakatlanadi. Infuzoriyalar gidrotrof usulda oziqlanadi. Zamburug'lar tayyor organik moddalar bilan oziqlanadigan gidrotrof organizmlar hisoblanadi. Zamburug'larning vegetativ tanasi metselli deb ataladi. Metselli ingichka epchalar, giyfalardan tashkil topgan. Zamburug'larning meva tanasi sporalar hosil qilib ko'payish uchun xizmat qiladi. Metselli suvonda erigan mineral moddalarni shimib olish vazifasini bajaradi. Qalpoqchali zamburug'lar ko'p hujayrali, organik moddalarga boy tuproqlarda uchraydi. Vegetativ tanasi tuproq ostida joylashgan. Zich giyfalardan iborat meva tana esa tuproq yuzasiga o'sib chiqadi. Meva tanasi ikkita qismdan iborat: qalpoqcha va oyoqcha. Qalpoqchasida sporalar hosil bo'ladi. Qalpoqchali zamburug'lar saprofit usulida oziqlanish xususiyatiga ega. Tuproqdagi o'simlik qoldiqlarini parchalab minerallashtirib beradi. Zamburug'lardan qo'ziqorin, qo'zidumba, oddiy oqqayin zamburug'lari iste'molga yaroqli hisoblanadi. Ashtqi zamburug'lar bir hujayrali organizmlar hisoblanadi. Metselli hosil qilish xususiyatiga ega emas. Non mahsulotlari tayyorlashda foydalaniladi. Zamburug'larning faoliyati natijasida hosil bo'lgan karbonat angidrid gazining pufakchalari xamirni g'ovak va yengil bo'lib qolishiga yordam beradi. Bugun siz bilan bakteriyalar, protektistalar, zamburug'lar mavzusi bilan tanishdik. E'tiboringiz uchun katta rahmat.